tutolmaysan, kel, tutolmaysan, kel. Yo'q, xudoyim, bu nima bo'ldi? Nima, chaqiryaptimi? Ada, hozir devordan qanaqadir qo'l chiqib bizni o'ldirmoqchi bo'ldi. Hozir hammasini hal qilamiz. Bu yerda nima, hech narsa yo'q-ku, ablaqlar. Bashiringa sibobim sabzirang saytda ko'rayotgan edim. Peshol naxuy. Dushanba. Jenny, sen meni qalbimdan qilasan. Da. Mana shu magazinga kiraylik, iltimos, men shirinlik yemoqchiman. Keling mana shu magazinga. Qarang, mana shu shirinlikni men juda ham yemoqchiman. Olib berasizmi? Yo'q, suka. Ben hammasi shunday bo'lgan edi, tushunmadim. U shunchaga konfetga bolasini uryaptimi? Hozir hammasini men boplayman, hammasini. Habbalakat mazza qilib urib olish kerak edi. Qo'y bolakay, xafa bo'lma. Hozir men senga yordam beraman. Nima xuyinga bo'ldi? Kim bu yerda? Yo, kayfidan juda ham shirin ekan u. Qani? Yo, xudoyim. Bu nima olam bo'ldi? Qani hammasini ko'ramiz, hammasini. Yo, xudoyim, qani kayf narkotikga o'xshaydi. Jinursan, men bilan nima bo'lyapti? Seshanba. Bola yo'qolibdi. Yana uni shirinliklar magazinida ko'rishgan ekan. Hammasi jiddiyga o'xshaydi. Va nihoyat maktab tugadi. Bunday shirinlik bor ekan, qaraysan bolakay. Tushunmadim. Bu nima bolasini shirinlik uchun uryaptimi? Bechora bolaga yana konfetni ham otib yubordi. Qani nima ekan? Minus nima? Shuning uchun bolani urish kerakmi? Bolakay shu yerda ekan. Qani yordam beramiz? Tushunmadim, bu nima xuyita bo'ldi, qani ko'raylikchi. Jinursin, bu shirinliklar vatasi-yu. Qanday olam bo'ldi? Buni mazza qilib yesam bo'ladi, qani yeb ko'ramiz. Cho'za xuyita bo'ldi, meni qo'yib yuboringlar, men bu yerdan chiqib ketishim kerak. Yo, palakat, shunday xuyita mana shunday ahvolga olib keladimi? Chorshanba. Jinursin, bu nima bo'ldi? Hamma plakatlarni olib, hammasini o'rganishim kerak. Yaxshi, hammasi o'z o'rniga bo'lyapti. Hammasini o'rganib chiqishim kerak. Biz uyga ketishimiz kerak, kichkina Jimmy. Yo, bilan nima qilyapti, tushunmadim. Hey, bu shunchaki o'zini himoya qilgan edi. Yo, xudoyim. Men hozir bu yerdan chiqib ketishim kerak. Tushunmadim, bu nima bo'ldi? Nima? Shirinliklar makonimi? Bu maxluq nima bo'ldi endi? Yo'q, men chiqib ketishim kerak. Payshanba. Meni qidiruvlarim shu yerga olib keldi. Xo'sh, maktabga bir ammalab o'tishim kerak. Albatta shu yerda hammasi aniq bo'ladi. Yo'q, kichkina Jimmy, men senga ovqat olib keldim, qani? Tushunmadim, telefon o'ynagan uchun uryaptimi? Yana buni shirinligini ham olib qo'yapti. Men hali hammalardan alamimni olaman, xo'sh, qani? Hammaga shirinliklar.
Agar keyingi qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, like va obuna bo'lishni unutmaymiz. Ko'proq like tezroq chiqadi degani. Unda xayr, salomat bo'ling.